yaxshimisiz? Tala yaxshimi yo'q? Og'riqlar yo'qmi? Og'riqlar ketdimi asosiy og'riqlar? MRTda ko'rdim, MRTda yaxshi, kanal ochiq turibdi, muammo yo'q. Endi bu yog'iga rejim saqlash kerak, hop bir oy. Keyinchalik aktiv tarzda bilan gimnastika bilan shug'ullanmasa bo'lmaydi. Chunki hozirdan shunaqa problema boshlanish bu ancha ertada. Agar hozirdan oldinoq sport bilan shug'ullanmasa, ertaga muammo tug'diradi bu yoshing 40-50lar borida. Aktiv gimnastikalar bor. Bir oy bo'lgandan keyin istasangiz Telegramdan tashlab beraman. Bir oy davomida uzoq o'tirish, uzoq yurish, egilish, og'ir narsa ko'tarish, mashina haydash bular mumkin emas. Mashina minishi mumkin. Bir oy uyda bo'lish kerak. Ovqatlangan vaqt 15-20 minut o'tirib ovqat yesa bo'ladi. Siz hovliga chiqib 15-20 minut yursangiz bo'ladi. Qolgan vaqtda boshqa ko'proq yotish kerak. Bir oydan keyin 5 dan Yonboshda. Haqiqatda yotish.